agarda sudlarimiz chiki ishlab tursa, haqiqatda to'laqonli mustaqil bo'lsa va birorta ishda misol tashqi aralashuv bo'lmasa yoki bo'lmasa qanaqadir qing'irlik bo'lmasa yoki hammasi qonuniy, o'zi hukmga qo'yilgan 3 ta talab bor. Qonuniy, adolatli va asosli bo'lishi kerak. Mana shu 3 ta talab har doim bajarilib tursa, o'zbek xalqining huquqiy ongi birdan ko'tariladi. Buning uchun targ'ibot, bir narsalar qilish shart emas. Chunki siz tushunib qolasiz sudda yutish mumkinligini. Shuning uchun siz bemalol qo'rqmasdan o'zingizni rahbaringizga ham, nima deyapsan, nimaga haqorat qilyapsan, meni deya olasiz. Chunki siz bilasiz, sizni orqada himoya qiladigan sud borligini. Hozir nimaga ayta olmaysiz? Huquqiy ongingiz pastligidan emas. Nimaga meni so'kyapsan desa, ishsiz qolishingizni bilasiz va ishga qaytib tiklana olmasligingizni bilasiz.